Assalomu alaykum qadri baland obunachilarim. Bugun men sizlar bilan qozonni oqartiramiz. Qozonlarni yuvib ko'raman. Qachondan beri shu qozonni yuvaman deyman. Hech yuvgani vaqtim bugun xudo xolasa sizlar bilan birinchi gazni yoqmadik. Chunki gazni yoqib qilsangiz issig'ida zo'r ketadi. Ikkinchi talalovkisda qozon antijeri bilan yuvamiz. Bizga yordam beradigan talalovkis antijer. Pirchatga taxmayapman, sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'pchilik aytishadi, ko'p sers oladi deydi, qo'lini nima qiladi, o'ldiradi, qo'liga narsa toshadi, toshmada toshadi. Yo'q. Bizni talalovkisimizni qozon nima mahsulot bo'lsa qo'lga hech narsa qilmaydi, juda ham yaxshi. Hozir biz qozonni qizdiryapmiz. Yaxshi qizigandan keyin billa sepamiz, xudo xolasa. Hozir mana uncha qizimadi. Endi qizigandan keyin sizlar bilan sepaman, ko'rasizlar. Keyin 15 minutga qo'yib qo'yamiz. Chunki nimaga? Chunki 5-10 minut o'sha nima bo'lishi kerak, o'zini nimasi, ya'ni kirchillari chiqib, yuvib qoladi, xudo xolasa sizlar bilan keyingi nimani ham xudo xolasa mana ko'rsataman. Men lekin to'g'risi, blogerlarga o'xshab gapirishni bilmayman. Agar qanaqa joyda gapirish bo'lsa, iltimos izohlarda qoldiringlar. Opa singllarim, hammalarga. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, mana yog'lari уже tushishni boshlayapti mana. Mana o'zingizlar ko'ringlar, mana o'sha oqarishni boshladim. Mana maylarga sepyapman. Yog'lamani ko'ryapsizlarmi? Qatib ketgan bu yog'lamalar. Mana o'zingizlar ko'ringlar, mana oqaryapti. Juda chiroyli bo'lib oqaryapti mana. Qozon manaqa yumalaqligi uchun uncha anaqa bo'lmayapti. Bari sepganim pastga tushib ketyapti. Hozir bunga bir narsa qilamiz.